Aziz do'stlar, Asman zavodini mana showroomiga kelganmiz. Bu yerga ham rechni bilan grilyatorni o'rnatganmiz. Hozir men sizga obzor qilib ko'rsataman. Mana Muhammad Rizo akam o'zlari, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchaymizmi? Qarang, bir qisqacha bir ma'lumot berib yuborsangiz, o'zi bu qanaqa do'kon? Bu aka Asman zavodini dekorativ qoplamalar bo'yicha showroomi Toshkentda ochilgan. Sizlarchi dekorativ bo'lsa, odamlarga interyer sotilar ekan, go'zallik sotilar. Fasad uchun ko'rishingiz mumkin. Hozirgi kunda bu Chipetra 4+ deb qolgan mahsulot travertillar mana premiumlar borki ko'rishingiz mumkin. Qarang, mana shu odamlarga premium muhitni yaratish kerak bo'ladi, to'g'rimi? Aynan shuning uchun mana grilyator bilan rechnilar kombinatsiya qilingan ekanda. Necha kunda o'rnatib ketishdi? Buni 4 kunda o'rnatib ketishdi, banda adashmasam. O'zingizga qanaqa vizualni bandlarini qarang, chiroyli qilibsizlar. Bu menimcha 10 ga 10 qilinganmi? Grilyator 10 ga 10 qilingan ekan, patolog pastroq bo'lsa kengroq ko'rsatilar ekan. Men o'zim shaxsan bu betda bo'lganda yo'q edi, ballar bor edi, boshqa ballar qarab turgan. Lekin juda chiroyli chiqdi aka. O'zi qayerdan topdinglar bizlarni? Ijtimoiy tarmoqdanmi? Ijtimoiy tarmoqdan topish kerak. Topishdi. Ha. Do'stlar, agar sizlar ham xuddi shunaqa showroom uchun, ofis, do'kon uchun, restoran uchun grilyator osma shiftlarni qidirib yurgan bo'lsanglar, qanaqasini qo'yishni bilmayapsizlarmi? Hozirroq bizga shaxsiy xabar jo'natinglar. Eng zo'r variantlarni yechimi bilan o'zimiz dizaynerskiy ishlar bilan sizga tashlab beramiz. Hozirroq shaxsiy xabar jo'nating, maslahatlashib olamiz. Agar sizga dekorativ kerak bo'lsa, Asman firmasiga kelasizlar, eng zo'r variantni shu yerdan topasizlar. Charchamanglar.